Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti 501-23 guruh talabasi Hakim va Nigina bo'laman. Bugun sizlarni rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarning logopedik reabilitatsiyasi fanidan tayyorlagan taqdimotim bilan tanishtirib o'taman. Mavzu: rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda kognitiv faoliyat kamchiliklari diagnostikasi. Rejalar: rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda kognitiv faoliyatning umumiy tavsifi, kognitiv kamchiliklarga olib keluvchi asosiy omillar, kognitiv kamchiliklarning logopedik reabilitatsiyasidagi o'rni. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda kognitiv faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari ularning rivojlanishida kuzatiladigan har qanday og'ishlar yoki buzilishlar natijasida namoyon bo'ladi. Ushbu toifadagi bolalarda diqqatni jamlash va uni saqlab turishda qiyinchiliklar, xotira jarayonlarining qisqa muddatli va uzoq muddatli sustligi, idrok etishning chegaralanganligi, shuningdek murakkab tafakkur shakllarining, jumladan mantiqiy xulosalar chiqarish, muammolarni yechish va abstrakt tushunchalarni o'zlashtirish qobiliyatining zaiflashuvi keng tarqalgan bo'lib, bu ko'rsatkichlar individual rivojlanish nuqsonlarining turi va darajasiga qarab sezilarli darajada farqlanishi mumkin. Kognitiv faoliyat insonning atrof muhitni o'zlashtirish, axborotni qayta ishlash, bilimlarni egallash va muammolarni hal etish qobiliyatlarini o'z ichiga oluvchi murakkab jarayonlar tizimidir. Bu faoliyatning asosiy komponentlari orasida idrok, sensoriy ma'lumotlarni tushunish, talqin qilish, diqqat, ma'lum bir vazifa yoki stimullarga e'tiborni qaratish va saqlash, xotira, axborotni saqlash, tiklash va ishlatish, tafakkur, g'oyalarni shakllantirish, mantiqiy xulosalar chiqarish, tahlil qilish, til, fikrni ifodalash va tushunish va vositasi hamda ijro etuvchi funksiyalar, maqsadga yo'naltirilgan xulq-atvorni tartibga solish, rejalashtirish, impulslarni nazorat qilish alohida o'rin tutadi. Ushbu funksiyalar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolaning dunyo haqidagi tasavvurlarini shakllantirish, o'quv jarayonlarida muvaffaqiyat qozonish va ijtimoiy moslashuvda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kognitiv kamchiliklarga olib keluvchi asosiy omillar. Rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarda kognitiv faoliyat kamchiliklarining etiologiyasi ko'p omilli va murakkab xususiyatga ega bo'lib, ushbu buzilishlarning paydo bo'lishiga turli xil biologik, ijtimoiy va ekologik omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu omillarni tasniflashda odatda genetik, prenatal, perinatal va postnatal davrlarda yuzaga keladigan sabablar ajratib ko'rsatiladi. Ammo ko'pincha bu omillar bir-biri bilan o'zaro ta'sir qilib, kognitiv rivojlanishning buzilish darajasini yanada chuqurlashtiradi. Prenatal davrda onaning infeksiyalarga, masalan, qizilcha, qizamiq, toksik moddalarga, alkogol, narkotiklar, ba'zi dori vositalari, radiatsiyaga duchor bo'lishi yoki oziqlanishdagi jiddiy kamchiliklar homila miyasining rivojlanishiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Bu esa tug'ma miya nuqsonlari, miya yarim sharlarining gipoplaziyasi yoki boshqa struktural o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, homiladorlik paytida platsentlarning yetishmovchiligi yoki immunologik nomutanosiblik hamda miyaga kislorod yetishmasligi natijasida kelib chiqishi, neyronlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu omillarning birgalikdagi ta'siri ayniqsa miyaning eng nozik rivojlanish bosqichlarida kognitiv funksiyalar uchun zarur bo'lgan neyroplastiklik va neyrogeniy jarayonlarni buzadi. Genetik ta'sirlar orasida xromosoma anomaliyalari, masalan, Down sindromi, X trisomiyasi hamda monogen kasalliklar muhim o'rin tutadi. Ular miya strukturalarining normal shakllanishiga to'sqinlik qilib, neyronlarning migratsiyasi, differensiatsiyasi va sinaptik bog'lanishlarning rivojlanishida jiddiy nuqsonlarga olib keladi. Rivojlanish nuqsoni
bo'lgan bolalarda logopedik reabilitatsiyaning samaradorligi ko'pincha ularning kognitiv faoliyatlaridagi kamchiliklarni chuqur anglash va hisobga olishga bog'liqdir. Til va nutq rivojlanishi murakkab kognitiv jarayonlar, jumladan diqqat, xotira, idrok, tafakkur, ijro etuvchi funksiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu funksiyalardagi nuqsonlar nutqiy mahoratni egallash, tushunish va qo'llashda sezilarli qiyinchiliklarga olib keladi. Shu sababli logopedik muolajalarni ishlab chiqishda faqat nutqiy kamchiliklarning o'ziga emas, balki ularga asos bo'luvchi yoki ularni kuchaytiruvchi kognitiv buzilishlarga ham e'tibor qaratish zarur. Aks holda reabilitatsiya jarayoni natijasiz qolishi yoki kutilgan samarani bermasligi mumkin. Kognitiv kamchiliklarning logopedik reabilitatsiyadagi o'rni avvalo terapevtik yondashuvni shakllantirishda namoyon bo'ladi. Masalan, diqqat yetishmovchiligi bo'lgan bolalar uchun mashg'ulotlar qisqa, aniq topshiriqlarga asoslangan, vizual va auditor taqdirlashlar bilan boyitilgan bo'lishi lozim. Xotira bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, yangi o'rganilgan so'zlarni, grammatik qoidalarni mustahkamlash uchun ko'p vaqt va takrorlash talab etiladi. Shuningdek, vizual auditor yordamchi vositalardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ijro etuvchi funksiyalardagi, masalan, rejalashtirish, tashkil etish, o'zini nazorat qilish kamchiliklari nutqning tuzilishida, hikoya tuzishda yoki murakkab buyruqlarni bajarishda qiyinchiliklar tug'diradi. Bu esa reabilitatsiya dasturida ushbu ko'nikmalarning rivojlanishiga alohida urg'u berishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan logopedik tashxis jarayonlarining ajralmas qismi sifatida kognitiv baholashni o'tkazish zarur. Bu baholar logopedga bolaning rivojlanishidagi umumiy nuqsonlar fonida nutqiy muammolarning qaysi kognitiv mexanizmlar bilan bog'liqligini aniqlash imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar asosida individual reabilitatsiya dasturi tuziladi. Unda kognitiv nuqtai nazardan vazifalar birgalikda rivojlantiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.